Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar har doimgidek Abbos Vlogs kanali do'stlar. Bugungi videoroligimiz internetdan sarmoyasiz o'yin o'ynab soqqa qilish haqida o'rgatib qo'yaman do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimalni like deyman, har doimgidek deyapman. Va kanalga yangi bo'lsangiz, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun, xuddi shunday qiziqarli videolarni kuzatib borish uchun kanalimizga o'tib obunani bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Va xudo xolasa biz 30 mingtaga harakatni boshlab yuborganmiz. Sizlarning podpishkalaringiz bilan bunaqa natijaga tezda erishishimiz mumkin. Demak, tayyor bo'lsangiz do'stlar, unda videomizni boshladik. Ilovaga kirib olamiz. Ilova Play 2048 deb nomlanadi, ilovaning nomi. Ilovaga kirganingizda sizlarda Gmail orqali ro'yxatdan o'tish va username balotlar qo'yish chiqadi. Lekin u bo'limlari juda ham oson. Nimaga desanglar, bu ilovaga kirganingizda shunchaki avtomatik hamma telefonlarda, Android telefonlarda Gmail bo'ladi. Gmailda bitta ustiga ro'yxatdan o'tish uchun shunchaki o'z avtomatik Gmaillar chiqaradi. Bittasini tanlang deydi. Gmail ustiga bitta bosasiz, o'zingizga tanlab avtomatik ro'yxatdan o'tib ketasizlar. Bu juda ham oson. Men ko'rsatib o'tishim shart emas. Hozir men o'zim akkauntimda turibdi. Akkauntlaringizni kirganingizdan keyin sizlar yangi o'tgani uchun sizlarda mana bu yerda 00 turadi. Men biroz o'ynadim buni va 51 mingta qildim va bu yerda 0.105 sent ishladim. Bu yerda esa ilova orqali sizlar maksimalni cheksizgacha pul ishlasanglar bo'ladi. Nimaga desanglar, mana ko'rib turibsizlar, mana Vizdraft bo'lim ilovani. Hozir ko'rsatib o'tgaman qanday ishlanishlari. Vizdraft bo'llari mana bu yerda turibdi. Vizdraft today $2234 to'labdi. Vizdraft all time. Общий mana shu ilova chiqqandan beri $2,5 million pul to'lagan. Agar adashmayotgan bo'lsa, Vizdraft today bugun hisob bo'yicha adashmasa $2234 ishlab topgan. Vizdraftda 2351 ta odam pul yechgan bugun hisob bo'yicha adashmasa. Va bu yerda qarashingiz mumkin, to'lov usullari va shu uddar boy to'lov usullari bor, PayPal bor, Kraken bor, EasyCash, Papara. Bular bizga kerak emas, balki ishlatmasa kerak hech kim. Bu yerda asosan bizda mana bu yerga kerak, ya'ni bizga qulay bo'lgani Binance, UnionPay minimal $35 ekan, 0.35 sent ekan. Payer orqali ham yechiladi. Ancha ko'pchilikda Payer bor, yo'qlar ham bo'lsa o'tgan mana shu videodan oldingi bitta video ko'ringlar. Ko'rsatib o'tib ketgan, aytib o'tib ketgan, men qayerda yuklab olish Payerda va ro'yxatda o'tish juda ham oson. Bu onlayn kashshuluk. O'sha ro'yxatda o'tib bemalol лицевой счет ochib olsangiz bo'ladi. Juda ham oson, hech qanday pasportlarsiz. Xo'p, bola mana shu yerda o'yinga kirganingizda, o'yinning silkasi aytgancha, o'yinni xatni yuklab olaman desada, video opisiyaniyasida saytning silkasini, saytda ilovaning silkasini qoldirib o'tib ketaman. O'sha silkani ustiga bitta bossanglar, ya'ni taklif havolan bo'ladi. Ya'ni ustiga bitta bossanglar, sizlar ilovani avtomatik o'tib ketasizlar, ilovaga o'tib ketasizlar va yuklab olib, bemalol ilovadan ishlatsanglar bo'ladi. Nimaga desanglar, chunki faqat yuklab olishni aytib o'tib ketganim yo'q, lekin silkasi orqali o'tasizlar. Infinity Friends degan bo'limi bor. Mana shu yerda ko'pchilik men daromad qilmoqchiman. Men bu o'yinni o'ynaguncha, lekin ko'proq vaqtingiz ketadi. Mana bu yer yig'ishga juda ham ko'p vaqt ketar ekan. Shuning uchun mana bu yerda maslaga juda zo'r yo'lini aytib o'tib ketaman. Infinity Friends bo'limida qaranglar, ilova kirganingizdan keyin, ro'yxatga o'tganingizdan keyin bu yerda mana bu yerda copy link mana bu yerda havola linkni o'rtog'ingizga tashlasangiz, o'rtog'ingiz o'sha havola orqali ilovani yuklab olib, ro'yxatdan o'tib berib, bitta o'ynab bersa bo'ldi. Sizga mana shu yerdan 0.1 sent pul keladi. Mana bu $0.1, ya'ni 0.1 sent pul keladi. Bu degani siz kuniga misol uchun 10 ta odamga shuncha yuklab oltirib o'ynatsangiz bir marta bo'ldi. Bir marta qilib berish, ro'yxatdan o'tib o'ynab bersangiz bir marta sizga bir kuni pashti $1 pul keldi degan. $1 yechib olasiz. Bu juda ham zo'r. Mana bu yerda ko'rsatib o'tib ketgan. Mana bu yerda qanday o'rtoqlaringiz taklif qilsangiz, keyin qancha pul yetsa sizga qancha foizi sizga qoladi. Mana shunaqa. Juda ham zo'r. Undan tashqari esa yana ishlash yo'li Our Offers bo'limi bor. Bu yerda shunchaki zadaniyalar bo'limi orqali ham pul ishlab olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. 200 ming bola bu menimcha bu ro'yxatda o'tib berish. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana videolar, mana ilovalar, narsalarni yuklab olib, videolar tomosha qilsangiz, sizga mana shunaqa 2000 ta mana kamligi, juda ham kam, 5 daqiqa tomosha qilishingiz kerak lekin. Yoki mana bu yerda YouTube'dagi videolar ham bor, reklamalarni ko'rib yoki Telegram kanallarga obuna bo'lib, ishlab olsangiz bo'ladi do'stlar. Juda ham zo'r bu bo'lim. Va asosiy bo'lma esa bu yerda Play Now deb ko'rishingiz mumkin. Play Now. Bu yerda ozgina reklama chiqdi.
Xo'p, reklamasini ko'rib oldik. Endi agar X da bosib chiqib ketamiz. Mana shunaqa o'yin ochiladi. Bu yerda ko'pchilik bu ilovani yuklab olganlar, ko'pchilik oddiy o'yin uchun yuklab oladi. Bir xillari esa bu o'yinda esa bu yerda pul ishlash uchun ishlab boradi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana bunday o'yin. Bu o'yinni ancha ko'pchilik bilsa kerak, o'ynagan yoshligida ham. Shunchaki bu yerda sonlarni bir-biriga qo'shib, namcha ko'paytirasiz va bu yerda tepada mana ko'ryapsiz, game earnings bu yerda tangacha, o'yinda o'zini tangachasi bor. Tangachasi orqali bu yerda o'sha yig'ib pul ishlasanglar bo'ladi. Mana shuni o'yin o'ynab soqqan qilasizlar bu yerda. Lekin bunga esa asosiy bo'lma bu asosan, lekin ko'proq vaqt ketadi. Shunisi bor. Men sizlarga zo'r yo'lni ko'rsatib o'tib ketdim. Mana shunday holatda o'ynaysizlar buni. Qancha ko'p o'ynasanglar, shuncha ko'p urinlaringiz va pullaringiz oshib boraveradi. Endi bu o'yindan chiqib turamiz. Xo'p, mana ishladik. 359 ta bizga berdi deyapti. Mana ozgina ko'paydi. Bu o'yinda, masalan, shu o'yinda o'ynab vaqtingiz bo'lsa, mana shu o'yinni o'ynab bemalol topsanglar bo'ladi, lekin ko'p vaqtingiz ketib qoladi. Asosiy real vaqt bo'limlarni aytib o'tgandan, shunchaki do'stlaringiz, qarindoshlaringizga mana shu ilova mana shu yerda mana ko'plikni bosib, qarindoshlaringizni yuborsanglar, ro'yxatga o'tkazib bersalar bo'ldi. Ro'yxatga o'tkazib bitta o'ynaversa bo'ldi. Bu degani sizlarda 0.1 sent bor. 10 ta odam taklif qilib, $1 yo'q joydan bor. Bemalol yechib olasizlar. Realni aytaman, bu ilova 100% emas, 1000% to'laydi. Отвечает aytaman, 1000% to'laydi. Lekin bu yerda Earth Affairs bo'limi orqali ilovalar, videolar ko'rib ham ishlasangiz bo'ladi, do'stlar. 100% to'laydi. Men realni gapiradigan aytgan gapim. Xo'p, bu yer ilovalar asosan mashina holatda ishlaydi. O'sha Vizrafon esa o'sha mana shu yerda $0.1 kamida $0.35 yig'ib olsanglar, payr orqali pul yechsanglar bo'ladi. Iloji boricha men sizlarga minimalkasini aytib o'tsam, $1 qilib yechsanglar, sizlarda foydalaring deb o'ylayman. Chunki bunda pul yechish ham osonroq bo'ladi. $1 qilsanglar, payr orqali rublga o'tkazib, obmen qilib yoki-da o'zida o'zbek kartaga pul tushirib olsanglar bo'ladi. Juda ham oson. Xo'p, do'stlar, mana shu yerda video описаниесida men silkam bor. Men silkam orqali ro'yxatga o'tsangiz menga pul beradi. Va men xudo xolasa 0.1 emas, $1 pul chiqarib, men alohida video qilaman. Telegram kanalimga joylayman. Telegram kanalim esa ekran ostida ko'rsatib turibdi yoki video описаниесida silkasi bor. O'sha yerga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Men обязательно hamma narsani isbotini ko'rsatib chiqarib o'tib ketaman. Bugun esa mana shularni ko'rib o'ynanglar. Do'stlaringiz taklif qilinglar, pul yechib ko'ringlar. Balki mendan birinchi bo'lasizlar. Lekin men xudo xolasa bundan pul yechib ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, mana ekraningizda ko'rinib turgan ilova rasmga e'tibor bersanglar, bundan mana sherik emas, pul yechgan. $0.85 pul yechgan, sent. Mana shunday holatda 100% to'laydi. Sizlar bilan yaqinda hachida boss vlog bo'ldi do'stlar. Keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.